Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumaniga общий 2 ta rom, 4 ta forchka va 4 ta shop kelganmiz. Oldini narxini aytib 13 million so'mga kelib o'rnadi. Eshigimiz eni 90 ga, balandligi 140. Forchkalar 80 ga 60. Romimiz 160 ga 160 2 ta. Eshigimizga kiradigan bo'lsak 120 ga 240. Va bu eshigimiz 80 ga 190. Ochilish yopilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Ochilish yopilishlari ashi cho'tki holatda. Xo'sh, eshiklarimiz alyumin profilda. Romlarimiz plus 6000 quvatro TPV profilda bo'lgan forchkalarni. Qo'ygan ochilish yopilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Eshigimiz ochilish yopilishlari. Ichkarida ashi cho'tki holatda. Shiromimiz lujniy mexanizmli bo'lgan. Abishniy holatda. Mexanizmli holatda. Qadimligimiz 30 lik, komfort firmasiga tegishli. Kirishlarni o'zlari qo'yishib olar ekan. Shuni ochilish yopilishlarini ko'rsatamiz. Shu abishniy holatda. Poligoni 30 lik. Shpaniyamiz eshigi. Eni 80, balandligi 190. Ichkarida forchkamiz bor, ko'rsatamiz. Eni 50, balandligi 35. Sizlar bilan zo'rak farqli, bizdan zo'rlashmay, bundan-da qiziqarli, bundan-da zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'sh, narxini boshqatdan aytib o'tamiz. Narxi 13 million so'm bo'ldi. Kelib o'rnashtiradi.